Assalomu alaykum azizlarim, yotib turdingizlarmi? Ana bug'doylarni qaranglar pishganini. Pishib qolay dedi, yaqinda o'riladi bug'doylarimiz. Yurtimiz donga to'ladi. Men yaqinda YouTube'da bir opani ko'rsatuvini ko'rib qoldim, Feruza Jo'rabekovna. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Biz O'zbekistonda shunaqa ayollar borligidan, shu opani shijoatini ko'rib, bu opa yo biror joyga hokim bo'lishi kerak, yo deputat bo'lishi kerak, yo prezident yonida yordamchi bo'lishi kerak dedim shu opani. Yurti uchun shunaqa jonini berib ishlaydigan shunaqa opalar borligidan juda ham xursand bo'lib ketdim. Yaqinda mana Zoir Mirzayev bilan ancha xapalashib qoldi. Unaqa qilishmasdan bir-biri bilan yarashib, o'rtada kelishuv qilishib, birga ishlashsa yurtlari uchun yaxshi bo'lardi. Unaqa qilib urushib, janjal qilib yurishdan. Misol Tanzila opa ham yaxshi ishlaydi prezidentimiz oldilardayu, lekin bu Feruza Jo'rabekovnadagi O'zbekiston uchun yuragini berib yuborishi, ota-onasiga rahmat, shunaqa ayollar borligidan xursand bo'lib ketasizda vatanimizda. Endi haligi boshqa YouTube'dan, Amerikadan turib ular gapiryapti, boshqalar gapiryapti, prezidentimiz u deb, bu deb. Men aytaman, misol Xudoyim pasha uchmasin desa, pasha uchalmaydi-da. Prezidentimiz sizlar misol 1000 marta miyali bo'lsalaring, prezidentimiz million marta miyali. Endi unga ham qatlardandir bosimlar bor, muncha pul berasan deydimi, endi qatlardandir katta davlatlar, bo'lmasam u ham O'zbekistonni boy qilib yuboradi prezidentimiz ham. Endi qatlardan o'zlari bilishadi, qatlardandir nimalar bor-da, endi Putinga ham insof bersin. Uni ham endi ichida dardi, prezidentimiz unaqa gaplarni gapira olmaydi xalqiga, lekin prezidentimiz yaxshi inson. Miyali, hammadan ko'ra miyali prezidentimiz. Bekorga Xudoyim prezident qilmagan. Endi Feruza opamga qaytsak, shunaqa ayollarni hokim bo'lishini men, yo deputat bo'lib xalqimizga bir foydasi tegishini xohlardim. E'tiborlaringiz uchun rahmat.